Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar, obunachilarimiz. Asal arilarimizni asalini olgandan keyin hali qaramagan edik. Hozir arilarimizni holidan bir xabar olgan bo'lamiz. Asal olingandan beri hali ochib ko'rmadik buni. Asal yig'dimikin, yo'qmikin bir ko'rib o'tgan bo'lamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Uncha shovqinga e'tibor bermaymiz. Va arilarimizni kanasiga qarshi dori ham sepgan edik. Shuni ham ko'rib o'tgan bo'lamiz. Hop, bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz, bu ikkita uyamizdan bir martagina asal olingan xolos. Uncha asal yig'ib qo'yibdi pechatlari bilan. Xudo xolasa bu arilarimizni asalini ertaga olishni boshlaymiz. Nasib qilsa. Ishlashlari yaxshi, arilarimizni kasal tegmagan deb umid qilamiz. Mana arilarimizni ishlashi yaxshi. Ko'z tegmasini ancha asal yig'ib qo'yibdi yana. Arilarimizni kanasiga qarshi dori berdik. Kana yo'q deb o'ylaymiz endi. Uncha asal yig'ib qo'ygan buni bilan. Xo'p, arilarimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ta ramkadan iborat bo'lyapti oilasi. 14 ta ramkadan iborat, deyarli hammasi to'la. Mana biz kuzatuvchilar, arilarimiz yana navbatdagi asallarini yig'ib juda bir qoyillatib qo'yishibdi, ko'z tegmasin. Juda bir qoyillatib qo'yishibdi. Yaxshi. Ishlash jarayoni yaxshi. Hidlari ham yaxshi arilarimizni va o'zlarining ko'rinishlari ham yaxshi. Endi umid qilamiz bu arilarimizda kasal yo'q deb. Baribir ham har bir arining oilasida o'ziga yarasha kanasi bo'ladi, kasalligi bo'ladi va mana shu kasallik rivojlanib ketmasligi uchun biz harakat qilamiz. Kanasiga qarshi, kasalligiga qarshi uncha dori berishlikni. Xo'sh. Arilarimiz yaxshi, ko'z tegmasin yaxshi. Bizni kuzatayotgan hamkasblarimiz, ustozlarimiz agar bo'lsa, uncha bizga maslahat berib, kommentariyalarda o'z fikringizni qoldirib ketsangiz, harakat qilamiz. Yaxshi joylarini gaplaringizni olib amal qilishlikka. Bu oilamiz ham juda zo'r. Faqat rosa tuxum qo'ygan ekan, asalini olishlikka sal erta lekin. Lichinkalari chunki chiqib ketishi mumkin. Ona ari ham yaxshigina ishlayapti bu yerda. Yaxshigina tuxum qo'yibdi. Bu yerda ham tuxumlari bor, gulchangi va arilarimiz ishlashlik jarayoni yaxshi. Bu yerda ham gulchangi. Ko'z tegmasin yaxshi bu oilamiz ham. Ishlayapti, asal olib kelyapti. Bu endi olib kelgan asalini olmasak, joy bo'shatmasak bo'lmaydi.
Mana bu yerda ham asali ona arimizni ishlashlik jarayoni juda ham bir jadal suratda mana. Kamida mana bu yerda arimiz, ona arimiz tuxum tuqqan. Ko'rinyaptimi? Yangi tuxumlari bor. Kameramiz kunga bo'lib qopti. Hozir kameramizni boshqa tomonga alishtiramiz. Operatorimiz yo'q, ham operatorchi, ham asalarichi rolini o'ynayapmiz. Shunga hozir kameramizni boshqa yoqqa buramiz hozir. Kameramizni to'g'rilab oldik. Chunki kunga bo'lib qolgan edi kameramiz. Xo'p. Bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz navbatdagi mana romimizni olyapmiz. Lekin rasaga yaxshigina gulchangni yig'ib tashlashibdi. Ishlashning jarayoni zo'r. Ammo lekin asal arılarimiz gulchagini ham yig'ibdi, asalini ham yig'ibdi. Holati yaxshi arılarimizni. Xudo xolasa kasal tegmagan degan umiddamiz. Bu yerda ham ancha-muncha gulchangi bor, ancha-muncha asali bor. Arılarımızın holati juda ham yaxshi. Uncha-muncha arılarimiz mana ko'rib turganlaringizdek tuxum qo'ygan, ishlashning jarayoni juda ham zo'r, asal yig'ib qo'ygan, gulchangi har bir romkada deyarli gulchangi bor. E'tibor bermaymiz, yonimizda beda ekilgan, beda o'rish jarayoni bo'lyapti. Bor e'tiborimizni, diqqatimizni arılarimizga qaratamiz. Traktorda ishimiz bo'lmaydi. Kimga traktorchilik sohasi qiziq bo'layotgan bo'lsa, bemalol traktorni ham ko'rishlari mumkin. Hozircha menga arichilik sohasi qiziq bo'lyapti. Ana. Bu oilamiz ham xudoga shukr yaxshi. Juda bir onasi yaxshigina tuxum qo'ygan ekan, tuxumlari ham bisyor. O'ziga yarasha asali ham bisyor. Oxirgi romkamizni olyapmiz. Oxirgi romkamiz mana. Bunda ham gulchangi, ham asali bor. Har bir asal arılarimizga e'tiborlik bilan qarashimiz kerak. Chunki har bir arimiz biz uchun kerakli hisoblanadi. Bu arılarimizga nisbatan behurmatlik
qila olmaymiz, chunki bizni chunki bizga bu arilarimiz juda ko'p asallar toshyapti, mehnat qilyapti biz uchun. Bu arilarimizni bitta donasi ham biz uchun muhim. Shuning uchun behurmatlik qilmasdan bu arilarimizni harakat qilamiz. Saqlab qolishlikka. Ana. Biz uchun har bir ari qadri baland. Mana avaylab romlarini joyiga qaytarib qo'ydik. Bu arilarimiz bemalol ishlashligi uchun. Har bir ari hayoti davomida yarim gram asal olib kelar ekanda, yarim gram asal toshir ekan. Asal arilarimiz 35 40-45 kun yashaydi. Mana 40-45 kun ichida yer yuzini qancha ham masofa aylanib chiqishlik darajasida harakat qilar ekan va har bir dona arimiz yarim gram asal toshir ekan. Va ana shu gaplarimiz xato ketayotgan bo'lsa, sal yana adashib gapirib qo'ygan bo'lsam, bizni ma'zur tutasizlar. Bizni kuzatib turgan asalaricha hamkasblarimiz, agar sizlarda boshqa bir ma'lumot bo'lsa, asalaricha haqida kommentariyada fikrlarni bildirib ketinglar. Siz mana shu yerda xato gapirdingiz, yo bo'lmasam siz mana shu joyda nojoiz gapirib qo'ydingiz desalaringiz, biz xatolarimizni tan olib, qo'limiz ko'ksimizda to'g'ri tushunamiz. Xo'p, har bir asalari umri davomida yarim gram asal olib kelar ekan, yarim grami. Shu bilan vafot etar ekan bular. 40 kun, 45 kun mumkin bu arilarimiz hayot kechiradi. Xo'p, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz kuzatuvchilarimiz navbatdagi videolarimizni harakat qilamiz, qiziqarli va foydali olishlikka. Hammaga katta rahmat.